Lifehack pechka mana o'zimiz uyda bor qolib ketgan yoshlardan yasadim. Tepasidagi temirlari pulli bo'ldi. Onasi pul, onasi pul. Keyin pasidagi pullik. Ularga отопление qilgan temirlarni, uydagi temirlarni topib qildim. Экономично и практично deydi. Yonyapti o't. O'tini qilib qo'ydik. Ustini bitta облицовка qilib qo'ysak, plitka bilan вообще четкий bo'ladi. Dальше отопление ulab qo'yamiz. Bu yoqqa aylanib ketadi. Tamam.